HTC'dan 2K 320 Hz'dagi ajoyib monitor. Demak, mana shu monitor haqidagi bugungi videomizni boshlaymiz. Har doimgidek 5 ta parametr bo'yicha ushbu monitorni ko'rib chiqamiz. Birinchisi qadoq tarkibi, ikkinchisi texnik xususiyatlari, uchinchisi o'yin uchun qanaqa qulay fishkalar bor. To'rtinchisi faqat o'yin uchun emas, ya'ni rang uchun ham biz ushbu monitorni ishlatsak bo'ladimi degan savolga javob berishga harakat qilsak, yakunda ushbu monitorimizning dizayni o'zi yana qanaqangi qulay tomonlari borligini ko'ramiz va yakuniy xulosani siz bilan baham ko'ramiz. Qani unda boshladik. Aynan mana bu qismini biz yuqoriga qilib ochib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, qadoq tarkibidan o'zining kichkinagina bunaqa imtidoni qog'ozchasi, DisplayPort Bluetooth kabel bizda. Mana undan keyin pitaniya kabellari ikkita qismdan iborat. Faqat bunga perxodnik kerak. Uchi, ya'ni 3 talik hisoblanadi. Pitaniya kabel. O'zining oyog'i o'sha HTC'ning dizaynida saqlab qolingan qizil chiziqlari qolgan. Ko'rishimiz mumkin, oyog'ini bizda yuqori qismi juda ham oson va qulay yig'iladi. Tushdi, tayyor. Qulayroq yig'ib olishimiz uchun sababi aynan mana shu joyda qoldirilgan. Ya'ni juda ham tez yig'ib olishimiz mumkin. Tayyor. Oyog'i tushdi. Hoppa. Ana endi texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, birinchi galda diagonal bizda 27 hisoblanadi. Ushbu diagonal uchun eng ideal tasvir o'lchami Quad HD, ya'ni 2560 ga 1440 hisoblanadi. Ushbu monitorimiz ko'rib turganimizdek yon tarafdan qaralyapti hozir kameradan, ya'ni 178 gradus ko'rish burchagiga ega bo'lgan matritsa, bu tabiiy ravishda IPS matritsamiz hisoblanadi. IPS bo'lgandan keyin boshqa IPSlar singari bunda kontrast 1000 nisbatda, yorug'ligi SDR rejimda 350, HDR rejim yonganda esa 400 kandela taqsim metr kvadratgacha chiqar ekan. Yon tarafdan qaraganda ham qanaqadir nimagadir menga rangni sochliroq ko'rinyapti, juda ham mayinroq deb o'yladim. E'tibor bersam, old qismi bizda qolgan IPS monitorlar singari, ya'ni mativ emas, glansviy qilingan ekan. Shuning uchun ranglar qanaqadir juda ham jozibadorroq, yana qanaqadir chiroyliroq ko'rinmoqda. To'g'ri, minus tarafi bo'lishi mumkin, ya'ni juda ham tepadan tushadigan patolochniy svetlar juda ham ko'p bo'lgan joyda o'tirsangiz, ozgina uni soyasi tushishi mumkin, lekin unga qarshi ham ushbu monitorda himoya vositasi qo'llanilgan. Muhimi esa o'sha ranglarni mazza qilib ko'rishingiz uchun ancha-muncha yaxshi matritsa ishlatilgan deyishim mumkin. Ana endi shu monitorimizni portlariga to'xtaladigan bo'lsak, ikkita HDMI 2.1 va DisplayPort Bluetooth bilan jihozlangan va egallab o'tirmasligimiz uchun bitta mini jack, ya'ni 3.5 mm o'lchamdagi tashab ketilgan. Aynan HDMI orqali misol uchun ham PlayStationga, ham kompyuterga ham ulashimiz mumkin. Voy, bunaqa payt nima deydi? HDMI haqida bizda sal noto'g'ri tushuncha bordi. Ya'ni 144 yoki 165 Hz dan oshmaydi deb qolib ketish mumkin degan tushuncha bor. Ushbu HDMI 2.1 versiyada, ya'ni Quad HD, ya'ni 2K o'lchamda hatto 240 Hz gacha ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha PlayStationga ulagan paytda ham 240 Hz ishlatishi bu juda ham zo'r deyishim mumkin, yoki oddiy notebooklarga ham bemalol HDMI bilan ulashingiz mumkin bo'ladi. Sizni asosan ishingiz monitor bilan bog'liq, ya'ni misol uchun montajyorsiz, grafik dizayner yoki sizga shunchaki sifatli 2K monitor kerak va bo'sh paytingizni mana shunaqangi Counter-Strike, PUBG, Valorant kabi, ya'ni action o'yinlarni o'ynab turasiz. 2K da nima o'yin o'ynab bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Shunchaki siz professional kibersportga o'tmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, sizga sal to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin shunchaki uy kelganda yoki studio uchun bemalol 2K monitor olib qo'yib, unda ham mana shunaqangi action o'yinlarni mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Men unisida ham, bunisida ham o'ynab ko'rgan inson sifatida aytaman, zo'r. Chunki 27 da 2K da o'ynash ham bu anchagina bir yuqori sizga sifatni beradi, lekin kompyuterdan shunga yarasha kuch talab qiladi. Misol uchun, eng kamida ham 2070, 2080 yoki 3070 video kartangiz bo'lsa ham, 300 Hz atrofida o'yinlarni mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Albatta kamida i7 yoki Ryzen 7 protsessor bilan. Xo'p, ana endi ushbu monitorimiz o'yin jihatlari haqida yaqindan tanishadigan bo'lsak, videoda boshda aytganim singari bu 2K
320 Hz da ishlovchi Fast IPS texnologiyasi hisoblanadi va javob berish vaqti 1 millisekund GTG, ya'ni gray to gray. MPRT emas, chunki unda nisbatan ko'rsatkich kamroq bo'ladi. GTG xususiyatni ko'proq yashirishadi. Ko'p monitorlarda 3 torni tashkil qiladi. Bunda haqiqatdan o'sha 1 millisekund. Bundan tashqari mana shu o'ng tarafda joylashgan bitta dona bizda joystick bor. Shu joystickni bosgan paytimizda o'yin uchun bizda maxsus rejimlari ham ochiladi. Hop, menyuni ochgan paytimizda bizda Xitoy tilida ochiladi. Biz uni 14-15 ga yaqin tillar mavjud, hatto undan ham ko'proq ekan. Rus tiliga qo'yib olamiz. Ana undan keyin biz o'yin uchun maxsus rejimlarini ko'rishimiz mumkin. FreeSync Premium qo'llab-quvvatlaydi. Sizda Nvidia video karta bo'lsa, Adaptive Sync orqali kadringizda screen tearing, ya'ni qanaqadir yirtilib ikki yarmi boshqacha ko'rsatish emas, ya'ni plavniyroq qilib berishga yordam beruvchi funksiya Nvidia video karta bo'lsa ham ishlaydi. Undan tashqari vrema o'tklikni kamaytirishimiz mumkin. Ekranga bunaqangi har xil pritsellari bor. Ularni chiqarib qo'yishimiz mumkin. Timer yoki FPS larini ko'rsatuvchi funksiyalarni ham yoqib qo'yishimiz mumkin. Albatta, yarqis kontrastlari mavjud va HDR rejim ham bor. Bizda aynan o'yin uchun va kino uchun HDR rejimlarni qo'llab-quvvatlaydi. Yarqisimiz HDR da 400 ga chiqqani uchun HDR 400 ham ushbu monitorimizda mavjud. Albatta, ranglarni issiq rang, sovuq ranglarga qo'yishimiz mumkin. Ikkita HDMI ga, bittasiga notebook, PlayStation, bittasiga DisplayPortni kompyuterga ulab qo'yib, ya'ni bir vaqtda 3 ta qurilmaga ulab ishlatish imkoniyati ham ushbu monitorimizda mavjud deyishim mumkin. Undan tashqari FPS, RPG, kino, ko'z uchun himoya, DCI-P3, sRGB, Adobe RGB kabi funksiyalari ham bor. Ya'ni to'g'riroq aytganda rejimlari bor. Shunga qo'yganda endi rang ko'rsatkichlari, ya'ni rang ko'rinishlari bizda ozgina o'zgaradi. Qaysi biri qulay bo'lsa, tanlab olishingiz mumkin. Ya'ni eng muhimi esa shu monitorimizda aytishingiz mumkin. Boshqa 2K 300 Hz yoki 320 Hz larda nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, ayniqsa HKC'ning o'zini DIC funksiyasi bor ekan. Bu nima degani? Bu Dynamic Blur Elimination degan funksiya ekan. Ya'ni birdaniga tezkor chapga o'ngga qaragan flick qilgan paytingizda qanaqadir blurroq, xirarroq bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, ushbu funksiya sabab rasm ya'ni aniq har bitta frame o'tishini, tiniqroq o'tishini ta'minlab berar ekan. Buni qaysi funksiyadan olgan deb o'ylashingiz mumkin? Bu ESMLB degan funksiya bor edi, ya'ni Extreme Smart Motion Blur degan asosiy bitta zo'r texnologiyasi. Xuddi mana shu texnologiyaga o'xshash texnologiya qilishgan ekan mana shu HKC monitorimiz. Ya'ni o'yin uchun ham o'zini asosiy afzalligi bor. Ya'ni action o'yinlar uchun ham xarid qilsanglar bo'ladi, ya'ni bemalol boshlang'ich va o'rta darajada o'ynashinglar uchun. O'zi nima uchun men 20 talik monitorni kibersportga kirib kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni professional bo'lmoqchi bo'lsangiz bo'lmaydi deb aytaman. Bunga sabab oddiy misol turnirlarga borib qolsangiz ham ertaga o'tda 25 tali monitorlar turgan bo'ladi. Shuning uchun 27 ga o'rganib qolib 25 ga o'tgan paytingizda bir muncha qiynalasizlar va 27 da ko'rish burchagi mana chekkalari baribir bizda o'lik zonaga kiradi. Ya'ni to'liq 100% bittada ko'rib tura olmaymiz. 25 tali monitorda to'liq ko'rib turish mumkin. Lekin ochiq dunyo o'yinlari, missiya bajaruvchi, misol uchun hatto o'sha Redemption kabi o'yinlarni ham maza qilib o'ynashinglarga o'z 20 tali monitor bo'lgan yaxshi. Menga 25 tali monitor unchalik yoqmaydi. Shu kabi missiya bajaruvchi yoki GTA kabi o'yinlarni o'ynaganimda juda kichkina ko'rinadi. Xullas, bitta gap bilan aytadigan bo'lsam, 27.2K 320 Hz bo'lgani bu eng universal variantdagi ekran o'lchami va diagonali deyishim mumkin. Ana endi rang bo'yicha xususiyatlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, bu taraflama ham meni ancha lol qoldirdi. Birinchi men aytishim kerak bo'lgani, sRGB ga to'xtalishdan oldin aytishim kerak bo'lgani, bu Delta E hisoblanadi. Delta E nima degani deydigan bo'lsangiz, bu rang ko'rsatishi xatolik darajasi hisoblanadi. Agar monitor 4-5 dan kichkina bo'lsa, bemalol ham o'yin ham rang uchun normal. Agar 3 dan kichik bo'lsa, bu rang ko'rsatkichi yaxshi albatta deyishim mumkin. Agar Delta E 2 dan kichik bo'lsa, bu haqiqiy professional coloristlarning monitori hisoblanadi. Misol uchun ProArt'da Delta E 2 dan kichik. Eng qiziq jihati mana shu monitorimizda ham Delta E 2 dan kichik ekan. Ya'ni rang ko'rsatkichi xuddi Pro coloristlarnikiga juda yaqin deyishim mumkin. Endi buni chiqib olib men ProArt'dan Dell yoki BenQ-larni yorib tashlaydi demoqchi emasman. Universallik jihatdan ulardan ustun, chunki ham o'yinga ham ranglarga bemalol shu monitorni xarid qilishingiz mumkin. Lekin faqat rang bo'yicha bo'lsa, o'sha professional
soha eshigigacha sizni olib kelib qo'yishi mumkin bo'lgan monitor hisoblanadi. Ya'ni bemalol eshikni buzib kirib ketib, professional sohaga yetadi deya olmayman. Agar shu monitorni yani haqiqatan private bank ularni buzib tashlaydi deb ma'lumot berilayotgan bo'lsa, bilinglarki, u inson rang haqida hech narsani tushunmaydi. Chunki faqatgina Delta E'dan ham tashqari yana boshqa birmuncha xususiyatlar bor, lekin boya aytganim kabi professional sohagacha zo'r yetib olishingizga yetib ortadigan monitor hisoblanadi. Sababi bizda sRGB 135%, bu albatta zo'r. Undan tashqari DCI-P3 bor, eng muhim yana bitta rang maydonlaridan biri. Bu 95% ko'rsata olsa, shu monitor Adobe RGB ni esa 112% ko'rsata olar ekan. sRGB dedingiz, Adobe RGB dedingiz, DCI-P3 deyapsiz. Men o'zi faqat o'yin o'ynashni bilsam, bu rang xususiyatlari menga nima beradi degan bo'lsangiz, sRGB degani mana shu siz ishlatayotgan telefon, texnika, notebooklar, ijtimoiy tarmoqlar barchasini ishlash rang maydoni, ya'ni color space deyiladi. Buni sizga 135% ko'rsatish degani keragidan ortig'i bilan bo'lgan atrof maydoni bilan ko'rsata oladi degani. DCI-P3 va Adobe RGB larni bozmashda chiqayotgan umumiy jadval orqali o'zingiz uchun bilib olishingiz mumkin. Ya'ni bular rang maydonlari, rang maydoni qancha har xil rang maydonlarini ko'proq poddershga qilsa monitor, bu shuncha yaxshiroq rang bo'yicha ishlashga mo'ljallangan monitorligidan dalolat beradi. Xo'p, ana endi oxirgi 5-parametr dizayni va uni qulay fishkalari haqida gapiradigan bo'lsam, qulay podstavkasiga ega, lekin menga yoqmaydigan yana bitta jihati bor. Mana shu podstavkaga agar chapga o'ngga qarashni ham qo'shishgan bo'lganda, podstavka jihatdan juda ham ideal bo'lardi. Lekin hozir ham yomon emas. Bemalol bizda 13 sm monitorimiz tepa pastga tushib chiqa oladi. Mana bemalol uni 90 gradusga ham aylantirib, bunaqasidan vertikal holatda ham ishlatishimiz mumkin. Planshet rejimda ishlatmoqchi bo'lsanglar, monitor bilan ishlatsanglar bo'ladi. Mana orqaga 21 gradusgacha, oldinga 5 gradusgacha mana egilib, ya'ni oldinga orqaga ham yotishi mumkin. Bundan tashqari menga yoqadigani dizaynini saqlab qolishgan, ya'ni orqada o'sha qanotini keng yoyib turganda ekan, burgut timsoli bor. Chap va o'ng qanotlari ikkita tarafga joylashtirilgan, o'rtaga hechkisi o'zini rangini saqlab qolgan holatda qora va qizil, ya'ni red line deydi-ku, hozir mashhur bo'lgan so'z. Shu red line chizig'ini o'rtada qoldirgan. Oyog'ini esa o'sha kibersportga mos qilib 6 burchakli qilib ishlashgan va redline elementlari bu oyoq qismida ham davom etgan, ya'ni oyog'ida ham shunaqa qisil o'zini chizig'i mavjud. Oyog'ini ham sal noqulay tarafi, sal buni oyog'ini yuqoriroq qilishgan, agar oyog'ini yana ham ingichkaroq qilib chiqarsa, keyingi yilgi modellarda dizayni juda ham ideal bo'lardi. Lekin aytishim mumkin, men yon taraflarini ramkasini haqiqatdan ingichka qilib ishlashgan va pastki qismini ham hatto ingichka qilib ishlatishgan va ichkisini chiroyli qilib seriy rang bilan ko'zga nagruzka bermaydigan qilib logoni joylashtirishgan. Eng muhimi menga yoqadigan shu o'ng tarafga chiroyli qilib knopkani joylashtirishgan. Bitta o'sha joystick knopkasi orqali butun boshli menyuni qulay, oson boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 5 ta jihatni ko'rib chiqdik. Necha ball bergan bo'lardingiz deydigan bo'lsangiz, 5 ta jihat ko'rib chiqqan holatda men berish mumkin bo'lgani 9. Mana shu boyga aytgandagi oyog'i, podstavkasi boshmash turgan holatda chapga o'ngga qayilmasligi uchun 9, lekin rang, o'yin, uni tasvir sifati, umuman olganda kerakli bo'lgan portlarning mavjudligi, qadoq tarkibi, hammasi juda ham yaxshi. Faqat ko'rinish ergonomikasi sabab sal pastroq ball beraman. 9. Menimcha 2K 320 Hz monitor uchun nima kerak funksiya bo'lsa, barchasi bor. Marhamat, shu monitor yoqqan bo'lsa, GS Store do'koni orqali xarid qilishingiz mumkin. Mendan juda ham ko'p so'rashadigan savolga javob berib ketay. Aka, iltimos, universal shunaqa monitor taklif qiling, men ham o'yin o'ynayman, ham ish uchun kerak deb so'rashadi ko'proq mendan. Lichkada, Telegramda mana shunaqa monitor ham o'yin uchun, ham ish uchun bemalol xarid qilishingiz mumkin. Shaxsan o'zim mana shuni G27 H2 degani bor, 180 Hz modeli. Bunga qaraganda baribir rang xususiyatlari unda sal pastroq, bunda ancha yaxshiroq deyishim mumkin. Xuddi shuni aynan mana shu yonimda turgan kompyuter ishlataman. Hozir bu yerda boshqa monitor turibdi. Reklama uchun bu yerda qo'yilgan. Ya'ni bundan oldingi chiqqan videoda 32 talik MSI PlayStationga kompyuterga ulashga
Buni ham G-Store orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Asosiy ishlatadiganim ham hozirgi kunda shu bilan, ikkinchisi ham 25 talik HTC da 300 Hz li monitori. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta HTC monitorlarini garantiyasi bilan, dostavka xizmatlari bilan G-Store do'konlari orqali qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.